Assalomu alaykum. Ey mehribon Rabbimning mu'min va mu'mina bandalari. Qarang, yana bir chiroyli tong otdi. Osmonni qarang go'zalligini. Olam bunchalar go'zal. Qanchalik chiroyli ko'zlar bilan qarasangiz, hamma yoq go'zal bo'lib ko'rinaveradi. Allohga shukr deb erta tongda tursangiz, Alloh hamma narsani chiroyli qilaveradi. Hech qachon qovoqlaringni solib, yomonlik bilan o'rnlaringdan turmanglar. Alhamdulillah, Allohimga shukrlar bo'lsin deb xursandchilik bilan turinglar. Hammasi chiroyli bo'ladi. Mana kecha uyda to'y bo'lgan. Hamma yo'q, mana. Allohimga shukr. Alhamdulillah, hammasi chiroyli, go'zal. Hamma yoqda bomdodda turib, hamma yoqda tozalab bo'ldim. Allohim menga doim yordam berishadilar. Farishtalar meni doim qo'llaydilar. Qancha ish qilib yuboraman. Menga doim Allohim ko'mak beradi. Gullarimni xolam berishgan. Qarang, hovlimizni ko'rki gul. Mana doimo choy ichib dasturxonlaringga gulni qo'yinglar. Gulni ko'rgan inson bahri dili ochiladi. Doim xontaxtangiz ustiga gullar qo'ying. Chiroyli bo'lib o'tirasiz. Kayfiyatingiz ochiladi. Gulga qarab kul degan. Gul insonni eng chiroyli, eng go'zal. Bir dona gul insonni qancha ko'zlarini quvnatadi. Mana uylaringga gul ekinglar. Onam uchun chiroyli gulzorlar qildim. Onam uchun. Onam shu yerlarda o'tirib bahri dili ochiladi. Mana gul qalampirlar. O'zlari bozordan gul olib kelib berishdi mana. Stolchani qo'yib olib, rayhonlarni hidlab o'tirishadilar. Rayhon bu jannatning guli. Rayhon ufurib turgan xonadonga Allohning nuri, barakasi yog'iladi. Hovlilaringiz